Uzdal CSS darsidagi 37 qism CSS taqlidiy tur. Yani taqlidiy turni ba'zi turlarga alayda unum qo'shish uchun ishlatamiz. Buningki asli kodni ko'rgan bo'lsak, masalan, buning asosiy grammatikasi bu turga nisbatan, buningki class nomi, anadan keyin bu yerda xarakteri, buningki qiymati. Va yoki holatda chekit class, anadan keyin qo'sh chekit, anadan keyin class nomi holatda keldi. Buningki amaliy misoliga masalan, ulanish xat kuchidagi class qiymati qizil bo'lgan, masalan, ulanish xat kuchidagi class qiymati qizil bo'lgan. Anadan keyin buningdagi bu visitorni ziyorat qilinib bo'lgan ulanish tor adresi ga nisbatan buningki rang qiymatini maxil rang qilib berdik deb maxil aniqlab berdik.